Assalomu alaykum. Men hozirgi kunda insonlarga sevgan insonlarni qo'yib yuborib, hayotlarini yangitdan boshlashlariga yordam berib kelaman. Hozirgi kunda ko'plab psixologlar bor. Ular munosabatni yaxshilash bo'yicha, munosabatdagi xatolarni tushunish bo'yicha ishlashadi. Ammo ajralgandan keyin inson o'ziga kelib olishi uchun yordam beradigan aniq birorta psixologni topolmaysiz. O'sha sababdan ham hozirgi kunda O'zbekistonda sevgan insonini qo'yib yuborish bo'yicha yagona mutaxassis hisoblanaman. Va sizga tabiiyki bir fikr keladi. Sevgan insonni unutib bo'lmaydi. Chunki sevgi bu ilohiy tuyg'u. Shunday ekan, Alloh bergan sevgini bandasi unuttira olmaydi degan fikrlar. Chunki men bunday fikrlarga juda ko'p duch kelaman. Misol uchun Instagramda meni videolarim 100 minglab, ba'zan millionlab prosmotr oladi va kommentariyasida aynan mana shunday fikrlarni ko'p qoldirishadi. Endi esa mana shu joyda men sizga bitta mijozimni fikrini ko'rsatmoqchiman. Yozyaptiki: Ustoz, yana bir bor sizga katta rahmat. Men uni unutib qo'yib yubora olishimda sizni bergan maslahatlaringiz juda katta yordam berdi. Oldin doim o'ylanib, ezilib yurardim. Hozir esa qalbimda xotirjamlik, hayotimda tinchlik bor. Endi hech narsani ortiqcha o'ylab, o'zimni qiynamayapman. Siz aytgan gaplaringiz bilan men o'zimni qo'lga olishni, o'z qadrimni bilishni va hayotimni davom ettirishni o'rgandim. Hozir o'zimni ancha yengil his qilyapman. Bu holatga kelishimda sizga o'xshagan yaxshi ustozning yordami borligidan juda xursandman, deyapti. Va aslida bunday fikrlar menda juda ham ko'p. Men bu videoni bunaqangi fikrlar bilan cho'zib o'rmoqchi emasman. Sizga bitta narsani aytmoqchimanki, aslida sevgan insoningizni unutishning iloji bor. Chunki sevgi doim ham siz o'ylaganingizdek ilohiy, muqaddas tuyg'u bo'lavermaydi. O'zi sevgi muqaddas tuyg'u degan fikr sizga qayerdan keldi? Bu qayerdan kelgani haqida men sizga hozir aytaman. Bizga yoshligimizdan Navoiyning asarlarini o'qitishadi va Navoiy sevgini qanchalik bir go'zal ta'riflaganini o'rgatib, sevgi bu muqaddas tuyg'u degan tushunchani singdirmoqchi bo'lishadi. Yokida bizga yoshligimizdan Hind kinolarini qo'yib berishgan. Meni esimda, yoshligimda bu taxminan 2004-yillar edi shekilli. O'sha paytda bog'chada edim va bizni kinoga olib borishmoqchi bo'lgan, kinoxonaga. Va bog'cha opa bilan biz kinoxonaga borganmiz va u joyda Hind kinosini ko'rganmiz. Va meni yoshimdagi yoki mendan oldin tug'ilgan insonlarning juda ko'pi bizning avlod, ya'ni Hind kinolarini ko'p ko'rishgan. Oqibatda nima bo'ladi? Hind kinolarida sevgisini ortidan juda ham qiynalib yashagan insonlarni ko'rib guvoh bo'lishgan. Qolaversa siz Sevgi iztirobi, Qish san'atasi degan filmlarni, seriallarni ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Ya'ni bu narsalar bizni ongimizda sevgi bu muqaddas tuyg'u, sevgini unutish kerak emas, sevgan insonni o'ylab, siqilib yashashga arziydi. Mana shunda inson haqiqatdan ham sevgan bo'ladi degan fikrni sekin-sekin singdirishadi. Mana shunday fikr ongimizda rivojlanib boradi. O'sha sababdan ham siz sevgan insonni unutib bo'lmaydi degan fikrga yopishib olishingiz kerak emas. Tushunishingiz kerakki, agar sizda psixologik ko'rsatmalar bo'lsa, aniq texnikalar bo'lsa, unda siz sevgan insoningizni bemalol unutishingiz, qo'yib yuborishingiz va hayotingizni yangitdan boshlashingiz mumkin.